Siz ham Qur'on o'qiyotganingizda ushbu vodiy kalimasiga ko'zingiz aniq tushgan. Ushbu kalima Qur'onning 5 ta surasida keladi. Mana shu 5 ta joyda ham vodiy kalimasini y harfi tushirib qoldiriladi. Bu harfni yozilmasligi bir qancha ma'nolarni ifodalab keladi. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Bu yashiringan 5 xil ma'noni siz bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi vodiy kalimasi Toha surasida keladi. Musa alayhisalom yonayotgan daraxt oldida oyoq kiyimingni ye, chunki sen muqaddas Tuvo vodiysidasan deb aytadi. Bu joyda vodiy kalimasidan yo harfining tushirishligi bu vodiyni muqaddas ekanligini tezroq ifodalashligi uchun tushirib qoldirilgan. Ikkinchi vodiy kalimasi Qasos surasida. Bu surada ham Musa alayhisalom bilan yuz bergan ushbu voqea zikr qilinadi. Bu yerda ham vodiyni muqaddas ekanligini va uni yuksak martabada ekanligini ifodalash uchun hazf qilingan. Uchinchisi Naziyat surasida keladi. Bu yerda ham mana shu oyat va mana shu voqea zikr qilinadi. To'rtinchisi Fajr surasida keladi. Bu surada toshlar bilan uy qurgan o'sha Samud qavmi zikr qilinadi. Bu yerda so'z haqiqiy ma'noda ko'chirilgan, ya'ni bu yerda hech qanday muqaddaslikni ifodalab kelmaydi. Beshinchisi Naml surasida o'sha chumolilar vodiysi haqida keladi. Sulaymon alayhisalom o'zining lashkari bilan kelayotganda bir chumoli qolganlarini ogohlantirganda chumolilar vodiysi deb zikr qilinadi. Mana shu chumolilar vodiysi degandagi vodiy kalimasidan yo harfi hazf qilinadi. Bu yerda o'sha vodiy ahli lashkarlardan yashiringanligini ifodalab keladi. Ya'ni bu kalimadan yo harfining yashirishligi chumollarning yashirishligini ifodalab keladi. Mana shunday ma'lumotlar sizga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, meni sahifamga obuna bo'lib qo'yib, bu videoni arab tili o'rganayotgan do'stingizga yuborib qo'ying.